8 qavatli elitli lifli domning ikkinchi qavatdan umumiy yashash maydoni 75 metr kvadratni o'z ichiga joylagan dizayner proyektdagi 2 xonali xonadonimiz sotuvda. Asosiy kiraverish qismidan bizni shunday kattagina koridor kutib oladi. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kuxnya hamda yotoqxona qismimiz. Kirishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz moyishli aboylarda ishlov berilgan, mehmonxona qismimiz to'liq jihozlangan holatda, mягкий mebellarimiz qilingan. Asosiysi, domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. TV zonamiz dekor uslubida alohida ishlov berilgan. Derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan. Manzilimiz Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi yon tomoni 8 qavatli elitli lifli domning 2-qavatda joylashgan. Yotoqxona qismimiz yotoqxona mebellarga to'liq jihozlangan holatda. Maktab, bog'cha hamma narsa dasturni joyga joylashgan. So'nggi texnikaga to'liq jihozlangan kuxnya qismimiz, duxkontenli kotel, gazli plita, vытяжка, стиральная mashinka, moyka, stol, stul, xolodilniklarimiz qilingan holatda. Xonadonimiz kirib yashash uchun tayyor holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan holatda, qo'shimchasiga ariston mavjud. $64,900 ga baholanayotgan ushbu 2 xonali xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.